Coloca la barrera, Delgado Ferreiro, le va a pegar Cristiano Ronaldo. Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Cristiano Rodrigo Ronaldo! Carlos Ferres, ¡Real Madrid! Ronaldo. Por favor, qué maravilla de ejecución. 13-qism. Con el empeine frontal. Recuperó Coentrao, el cuero lo tiene Cristiano, le puede pegar Cristiano, el golpeo de Cristiano. Ichimdan meni zaxiraga qo'yishlariga tayyor edim. Lekin Fernando mening o'rnim asosiy tarkibda ekanini va u Gretsiyada murabbiy bo'lganida ham mening yutuqlarimni kuzatganini ta'kidladi. Men buni eshitib juda xursand bo'ldim. Fernando kabi obro'li odamning e'tibori xushnud qilmay qo'ymasdi. Futbolchi sifatida Fernando Maritimuda 2 mavsum o'ynaganini va hazil qilib Maritimuni Madeiraning yarmi deb aytdi. Bu bizning yaqinlashuvimizga qo'shimcha turtki bo'ldi. Biz tezda til topishib ketdik. Fernandoni yaqindan tanib, men uning Laslodan yomon emasligiga, balki ba'zi narsalarda undan ham yaxshiroq ekaniga amin bo'ldim. Fernando kuchli murabbiy, ham yaxshi administrator. U jamoani tashkil etishda ulkan qobiliyatga ega. Yunonlar uni o'nlab yillar davomida murabbiy qilib tayinlashi bejiz emas edi. Men asosiy tarkibda qoldim, lekin mavhumlik meni ta'qib qilishda davom etdi. Ko'p o'tmay barcha umidli yosh futbolchilar boshqa klublarga sotilishi haqida gap oraladi. Sporting nafaqat yutuqlar, balki moliyaviy jihatdan ham og'ir davrlarni boshdan kechirardi. Yangi stadionning qurilishi klub uchun juda qimmatga tushdi va pul oqimi birdan kamaydi. Birin-ketin muammolar paydo bo'ldi va klub rahbariyati transferlar yordamida vaziyatni yaxshilashni xohlayotganini taxmin qilish mantiqan to'g'ri edi. Birinchi bitim Barselona va Ricardo Quaresma borasida transfer shartnomasi edi. Mening shartnomam 2005-yilda tugaydi. Shuning uchun agar meni boshqa klubga o'tkazishsa, bu yaqin kelajakda sodir bo'lishi aniq edi. Men hech qayerga ketishni xohlamasdim. Faqat va faqat Sportingda o'ynashni istardim. Bu jamoa bilan dastlabki sovrinlarni qo'lga kiritish men uchun juda muhim edi. Menimcha, bu klub oldidagi qarzni to'lash, klubning men uchun qilgan ishlariga minnatdorchilik kabi ko'rinardi. Lekin haqiqiy vaziyatga ko'z yuma olmasdim. Ba'zan men qayerga borishni xohlayotganimni o'ylardim. Bunday hisob-kitoblar natijasida men Yevropaning barcha yetakchi klublarini diqqat bilan ko'rib chiqdim va ularning holatini tahlil qila boshladim. Bungacha mening qiziqishlarim asosan Sporting va Portugaliya Premier Ligasi bilan chegaralangan edi. Shundan so'ng dunyoqarashimni kengaytirdim. Agar ketishim shart bo'lsa, chet elga ketaman. Katta uchlik klublari o'rtasidagi abadiy raqobatni hisobga olsak, Sporting umidli futbolchilardan birini Porto yoki Benficaga berib qo'ymasligi aniq. 2003-yilning yozida o'sha payt men o'ynagan Portugaliya yoshlar terma jamoasi Toulon turnirida ishtirok etdi. Men Fransiyaga o'zgacha tuyg'u bilan bordim. Qandaydir o'zgarishlarni kutish hissi hayajon bilan aralashib ketdi. Toulon yarmarkasi. 2002-2003 mavsumning oxiri uning boshlanishiga qaraganda yaxshi yakunlanmayotgandi. Sporting muvaffaqiyatsiz seriyaga uchrab omadsizlik qurshovida qoldi. Laslo Beleni ketishga majbur bo'ldi va ko'pchilik uning ishdan bo'shatilishini shoshma-shosharlik bilan qilingan xato, mantiqdan ko'ra ko'proq hissiyotli deb hisoblaydi. Ronaldodan tashqari klub jamoasida Ricardo Quaresma, Juan Pinto, Mario Jardel kabi boshqa yaxshi futbolchilar ham bor edi. 2002-2003 mavsumning hamma uchrashuvida ham Ronaldo maydonga tusha olmagan. Umuman olganda u mavsum davomida 25 ta rasmiy o'yinda maydonga tushdi va 2002-yil 7-oktyabrdan keyin atigi 3 ta gol urdi. Ammo boshqa tomondan u har safar hayajonli va chiroyli o'yin ko'rsatardi. Yaxshi o'ynay oladigan futbolchi birorta gol urmasa ham, birorta golli pas bermasa ham maqtovga sazovor bo'ladi.
Barcha yosh futbolchilar singari Ronaldo ham eng quvonchli umidlarga berilardi. Qachonki orzular ro'yobga chiqsa, shamol yelkanlarni tebratadi. Ammo ko'pincha umidsizlik paydo bo'ladi. Katta ehtimol bilan agar Laslo Beleni Sportingda qolsa, Ronaldoning taqdiri boshqacha bo'lardi. Ronaldo Belenining sevimli o'yinchisi edi. Beleni Ronaldoga katta e'tibor qaratib, kelasi mavsumda unga ko'proq imkoniyat bermoqchi edi. Lekin bu natija bermadi. Laslo Beleni o'rniga klubning o'sha paytdagi prezidenti Antonio Dias da Cunha Fernando Santushni taklif qildi. Santush klubda faqat bir mavsumni o'tkazdi. Uning o'rnini Antonio Dias da Cunha tanlagan Jose Peseiro egalladi. Peseiro ham bir yil o'tgach ketdi. Shundan so'ng klub prezidenti ham iste'foga chiqdi va murabbiylarni tanlash siyosati noto'g'ri ekanini tan oldi. Ammo o'sha paytda klubda Ronaldo yo'q edi. Laslo Belenining Ronaldoga ko'rsatgan e'tibori u murabbiylik lavozimini tark etgach turli mishmishlarni keltirib chiqardi. Matbuotda Ronaldo asosiy tarkibda qolmaydi degan fikrlar paydo bo'la boshladi. Chunki u endigina 18 yoshda edi va katta futbolchilar bilan teng o'ynay olmaydi deb hisoblashardi. Ronaldoning maydonda ko'rsatgan yuqori darajali o'yini bunday uydirmalarni chippakka chiqardi. Chunki u 18 yoshida ham kattalar darajasida o'ynay oldi va tez tajriba orttirdi. Ammo mishmishlar ko'pincha haqiqatga zid keladi. Bu ularning tarqalishiga to'sqinlik qilmaydi. Jurnalistlar Ronaldo atrofida shunday shov-shuv ko'tarishdiki, Santush matbuot anjumanlaridan birida Ronaldo asosiy tarkibda qolishini rasman e'lon qilishi kerak va klubning undan umidlari katta edi. Santush bir necha bor takrorlagan. Ronaldo jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri. Ronaldoning o'zi darajasi u bilan teng bo'lgan klubda o'ynashni xohlardi. O'tgan tajribalar ortda qoldi. U Sporting futbol akademiyasining yulduzi edi. Jamoaga esa o'rganib qolgan. U Lissabonga shu qadar ko'nikib ketgan ediki, endi bu yerdan boshqa joyda yashay olmas edi go'yo. Yana nima kerak? Katta uchlikdan birida bo'lmasa, yosh portugaliyalik o'yinchi boshqa qayerda o'ynashi mumkin? Qolaversa, Ronaldo o'z klubiga o'tgan mavsumdan oldingi mavsum shon sharafini qaytarishga yordam berishini burch deb bildi. U uchun juda ko'p ish qilgan Sporting rahmat aytishga loyiq edi. O'sha davrdagi barcha intervyularda Ronaldo xuddi shunday dedi. Men Sportingdan ketmoqchi emasman. Men o'z klubimga qasos olishga yordam bermoqchiman. Men kelgusi mavsumda g'alaba qozonishimiz uchun qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Men klubni mag'lubiyat bilan tark eta olmayman. Jamoani qiyin davrda qoldira olmayman. Odatda klubni o'zgartirmoqchi bo'lgan futbolchilar o'zini boshqacha tutishadi. Ha, albatta, transferga barcha asosiy tayyorgarlikni agentlar bajaradi, lekin futbolchilarning o'zi ham vaqti bilan muxlislarni bo'lajak voqealarga tayyorlab, transfer imkoniyati borasida maslahat berishadi. Shuningdek, Ronaldo va Fernando Santos o'rtasidagi munosabatlar haqida ham ko'plab mishmishlar tarqalgandi. Go'yoki Ronaldoning Sportingdan ketishiga Santush sababchi bo'lgan. Bosh murabbiy go'yoki jurnalistlarga bir narsani aytib, lekin aslida boshqa yo'l tutdi. Ammo bu mishmishlar Portugaliya futbol terma jamoasida Fernando Santos va Cristiano Ronaldo bir-birlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishi bilan barham topdi. Jamoa bosh murabbiyi va uning sardori xuddi g'arbdan quyosh chiqa olmagani kabi ular ham keskin munosabatda bo'la olmaydi. Bu mutlaqo mumkin emas. Hech bir murabbiy sardorlik tasmasini o'zini tushunmaydigan futbolchiga bermaydi. Fernando Santos o'z intervyularida Ronaldo har doim g'alabaga nisbatan yaxshi ma'noda xudbin bo'lganini aytadi. Chunki u har doim g'alaba qozonishga intilgan, eng zo'r futbolchi bo'lishni xohlagan. Ammo jamoa g'alaba qozonsa-yu Ronaldo o'yinda gol ura olmasa ham u bundan xafa bo'lmaydi. Balki hamma bilan birga xursand bo'ladi. Mashg'ulotda unga qarashning hojati yo'q edi deb eslaydi Santush. Uning zaif tomonlarini ko'rsatish kifoya va u bu kamchilikni bartaraf qilguncha tinimsiz ishlaydi.
Ronaldo muvaffaqiyatini mustahkamlashi lozim edi. U kelgusi mavsumda Sportingda bunga erisha olishiga umid qilgandi, lekin taqdir hammasini boshqacha hal qildi. Tulundagi bo'lajak Chempionlar turniri rasman xalqaro festival, norasmiy ravishda Tulun yarmarkasi deb nomlanadi. Chunki aynan shu yerda Yevropaning yetakchi klublaridan murabbiylar yosh iste'dodlarni izlashga kelishadi. Tulun turniri rasmiy maqomga ega emas. Boshqacha aytganda, u FIFA chempionatlari qatoriga kirmaydi, lekin bu uning ahamiyatini zarracha kamaytirmaydi. Birinchi turnir 1967-yilda bo'lib o'tgan va unda 6 ta klub qatnashgan. Shundan so'ng turnir 7 yil o'tkazilmagan. U 1974-yilda yoshlar terma jamoalari va klublarning 20 yoshgacha bo'lgan jamoalari turniri sifatida qayta tiklandi. 1975-yildan boshlab turnirda klub jamoalarining ishtirok etishi to'xtatildi. 2008-yildan boshlab musobaqada Olimpiya terma jamoalari ishtirok eta boshlashdi va yosh chegarasi 23 yoshgacha oshirildi. Lekin 2003-yilda bu 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar jamoalari o'rtasidagi turnirga aylantirildi. 2003-yilgi turnirda Portugaliya terma jamoasi favoritlardan biri sanalgan. 9 yillik tanaffusdan so'ng Portugallar 2001-yil ikkinchi marta turnir g'olibi bo'ldi. Lekin 2002-yilda natijani mustahkamlay olishmadi. Shu yili ularning turnirdagi ishtiroki muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Musobaqada braziliyaliklar chempion bo'lishdi. Italiyaliklar ikkinchi o'rinni egallashdi. Uchinchi o'rinni esa kutilmaganda Yaponiya terma jamoasi qo'lga kiritdi. Tulun turniri uzoq davom etmaydi. Taxminan 2 haftaga cho'ziladi. Turnir o'yinchilar va murabbiylarning yarmarkaga tashrif buyurishi qulayroq bo'lishi uchun an'anaviy tarzda mavsumlar aro tanaffusda o'tkaziladi. 2003-yilda turnir 10-iyundan 21-iyungacha bo'lib o'tdi. Portugaliya terma jamoasi turnirni ishonchli boshladi. Birinchi o'yin 11-iyun kuni inglizlar bilan bo'ldi. Ronaldo chap qanot yarim himoyachisi edi. O'yin Portugaliya terma jamoasining yaqqol ustunligi bilan o'tdi. Ikkinchi bo'limda Portugallar 3 ta gol urishdi. Oxirgi golni Ronaldo kiritdi. Argentinaga qarshi o'yinda Ronaldo gol ura olmadi, lekin uning qanotdagi yorqin o'yini Portugallarning g'alabasiga yordam berdi. Argentinaliklar kuchli raqib edi. Ushbu o'yin ham turnirdagi eng kuchli o'yinlardan biri bo'ldi. Shuning uchun o'yindan so'ng Portugallar biroz bo'shashib qolishdi. Bundan tashqari, keyingi safar ular yaponlar bilan uchrashishi kerak edi. Yaponlar 3-o'rinni egallamaguncha ularni hech kim jiddiy qabul qilmagan. Portugaliyalik futbolchilar Ronaldoning o'zi ham g'alaba qozonishlariga oldindan ishonishgan. Bu loqaydlik uchun ular 1-0 hisobidagi mag'lubiyat bilan jazolanishdi. Turnirning 4-uchrashuvida Turkiya terma jamoasiga qarshi Portugallar o'zlarining eng yaxshi tomonlarini ko'rsatishdi. Ammo ularning boshqa tanlovi yo'q edi, chunki mag'lubiyat turnirdan chetlatilishni anglatardi. Turklar 2 ta gol kirgizishdi. Ronaldo Nuno Viverish bilan o'ng qanotda to'p surdi. Hujumkor yarim himoyachi sifatida Denni maydonga tushdi. 21-iyun kuni final o'yinida Portugallar italiyaliklar bilan uchrashib, ularni 3-1 hisobida mag'lub etishdi. Italiyaliklar an'anaviy ravishda kuchli raqib bo'lishgan, lekin Tulunda ularga omad kulib boqmagan. Ular kubokni faqat bir marta 2008-yilda qo'lga kiritishgan. 2002-yilgi finalda italiyaliklar braziliyaliklarga mag'lub bo'lib, keyingi yil turnirida g'olib bo'lish uchun bor kuchlarini ishga solishdi. Finaldagi g'alaba Portugaliya terma jamoasi uchun oson bo'lmadi. Bu o'yinni milliy chempionat yoki birorta muhim xalqaro turnir finali bilan solishtirish mumkin. Italiyaliklarning ustunligi bor edi. Ular o'yin oldidan butun kun davomida dam olishdi. Portugallarning esa turklar bilan o'yini tugashi va final o'yini boshlanishi o'rtasida taxminan 8 soat vaqti bor edi. Qisqa vaqt oralig'ida 6 soat ko'p narsani anglatardi. O'yin birinchi daqiqadanoq shiddatli boshlandi. Hujum ortidan qarshi hujum sodir bo'ldi. 25-daqiqada Hugo Almeida qo'pol o'yin tufayli maydondan chetlatildi. Portugallarga juda qiyin bo'ldi.
lekin ozchilik bo'lib mardonavor o'ynab, raqiblarga hisob ochish uchun imkon berishmadi va o'zlari bir necha bor xavfli vaziyatlarni yaratishdi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi, lekin jamoalar hisobni tenglashtirishdi. Chunki italiyaliklar o'yinchisi Cesaro Bovo maydondan chetlatildi. Afsuski, tenglik ham portugallarga yordam bera olmadi. Italiyaliklar borgan sari faolroq o'ynashardi. 67-daqiqada Francesco Ruapolo hisobni ochdi. O'yinning 80-daqiqasida maydonga yangi kuchlar Danni va Joao Paiva tushdi. Paiva darhol gol urdi. Keyin uning izidan Denni ham gol urdi. 3-gol hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtda kiritildi. Qo'shimcha vaqt o'zini oqladi, chunki ikkinchi bo'limda kechikishlar bo'lgan edi. Biroq portugaliyalik muxlislar buni Italiya terma jamoasi uchun yaxshilik deb bilishgan. Ular ham italiyaliklarga hisobni tenglashtirish imkoniyatini bermoqchi. Shundan so'ng o'yin yana davom etadi degan qarorga kelishdi. Portugallar norozilik bildirish uchun hushtak chalishni boshlashdi, lekin 3-goldan so'ng ular "Olg'a Portugaliya, Portugaliya" deya hayqirishdi. Baxtdan Ronaldoning ko'zlaridan yosh oqardi. Tulinga Ronaldoni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan onasi va opalari unga qo'l silkib qo'llab turishardi. Ronaldo Tulindagi turnirda yuqori darajadagi o'yin namoyish etdi. Jadval juda tig'iz bo'lishiga qaramay, ular 11 kunda 5 ta o'yin o'ynashi lozim edi. 18 yoshli Ronaldo U20 jamoasiga qarshi maydonga tushgandi. U haqli ravishda chempionlik unvoni va turnirning eng yaxshi o'yinchisi maqomini talab qilishi mumkin edi. Turnir rasmiy maqomga ega bo'lmasa-da, bu unvon juda sharafli va uni qo'lga kiritish futbolchining karyerasi uchun muhim plyus hisoblangan. Muvaffaqiyatning 80% sportchining o'yiniga, 20% esa mukofot va unvonlarga bog'liq. Unvon va mukofotga ega bo'lgan futbolchilar ko'proq e'tiborni o'ziga jalb etadi. Ularning mashhurligi tez o'sib boradi. Tez-tez gazetalar va televideniya ekranlarida paydo bo'lishadi. Lekin mukofotlarning asosiy foydasi bunda emas, balki ularning saviyasini oshirishda, sportchilarning o'z-o'zini qadrlashida. Sport yulduzlari ham barcha odamlar singari xizmatlari tan olinishini istashadi. 4 kishi turnirning eng yaxshi o'yinchisi unvoniga sazovor bo'lishdi. Cristiano Ronaldo, italiyalik Biagio Pagano, shuningdek 2 argentinalik Javier Mascherano va Emmanuel Rivas. Ronaldo o'zini turnirning eng yaxshi futbolchisi deb tan olinishiga jiddiy umid qilgandi. U turnirning eng yaxshi yosh finalchisi, shuningdek g'olib jamoaning bir qismi bo'lib o'yinda juda chiroyli gol urgandi. Turnirni yoritayotgan matbuotda Ronaldo nomi boshqa futbolchilar nomidan ko'ra tez-tez chaqnab turardi. Fransiyada chiroyli o'yinga qoyil qolish odat tusiga kirgan. Ronaldo esa aynan shunday chiroyli o'yin namoyish etadi. U juda yaxshi taassurot qoldirmoqchi bo'ldi, lekin ayni paytda o'zini to'p bilan yolg'iz harakat qiladigan, jamoaning urinishlarini bekor qila oladigan individualist sifatida ko'rsatmadi. Ronaldo to'g'ri ish qildi. O'zining katta o'yin qobiliyati orqali individual o'yin uslubini ko'rsatdi. Javier Mascherano eng yaxshi futbolchi deb topildi. Bu tanlovdan hayron qolgan ba'zi jurnalistlar buni hakamlar hay'ati tomonidan faqat 3-o'rinni egallagan Argentina terma jamoasining mag'lubiyatini xaspo'shlashga urinish deb yozishdi. Javier Mascherano turnirda yaxshi o'ynadi, lekin u Ronaldodan juda uzoqda edi. Sovrin shundoqqina burni ostidan o'tib ketgan sportchiga qarash juda qiziq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga ba'zilar qattiq g'azabga tushib, hakamlar hay'atini tarafkashlikda, raqobatchilarni esa fitnada ayblay boshlashdi. Ammo Ronaldo o'zining eng yaxshi o'yinchi bo'lmagani uchun deyarli munosabat bildirmadi. U ochiqchasiga provokatsiya qo'zg'atmoqchi bo'lgan jurnalistlarga bu yerda eng muhimi eng yaxshi futbolchi unvonini olish emas, turnirda g'alaba qozonish ekanini aytdi. Hammasi Ronaldoning qisqa nutqida aks etdi. Men shundoq ham yaxshi o'yinchiman. Unvonlar men uchun asosiysi emas. Tulinda Ronaldo bitta o'q bilan 2 ta quyonni urishga muvaffaq bo'ldi. U va uning jamoasi turnirda g'olib chiqishdi. Shuningdek, Ronaldo murabbiylar elitasiga o'zining ajoyib qobiliyatlarini namoyish eta oldi. Biz takliflarni kutishimiz kerak edi va ular darhol pastga tushdi.
Turin turnirini Ronaldoning jahondagi shon-shuhratining debochasi deb hisoblash mumkin. Birmuncha vaqt uni braziliyalik Ronaldo bilan adashtirishadi, lekin tez orada ular Luis Ronaldo va Cristiano Ronaldo borligiga ko'nikishadi. Ammo gap bunda emas, balki Cristiano Ronaldo